Kalima-i tavhidning ma'nosi nima? Bu savolning haqiqiy ma'nosini eshitishni istasang, Nalixonga bor. Otim Martin, kimki menga kalima-i tavhidning eng ta'sirli ma'nosini ayta olsa, musulmon bo'lmoqchiman. Ammo haligacha buni aytadigan kishini uchratmadim. Bilmaysanmi? Musulmon emasmisan? Musulmonmiz, alhamdulillah. Kalima-i tavhidning haqiqiy ma'nosini kim ayta olsa, musulmon bo'lasan. U holda borib, bu savolning javobini Nalixondan izla dedi. So'radim, lekin hech kim ayta olmadi. Kalima-i tavhidning ma'nosini bilasanmi? Kalima-i tavhidning ma'nosi nima bilasanmi? Toptiq Imro kim? Uni taniysanmi? Toptiq Imroning dargohi qayerda bilasanmi? Faqirxonamizga xush kelibsan, Martin Axbarik. Xush ko'rdik, Shayx afandi. Men axtaryapman, Shayx afandi. Qani so'rang. Kalima-i tavhidning ma'nosi nima? La ilaha illalloh degan. Eşhedü en la ilahe illallah. En la ilahe illallah. Martin efendi, barchamiz qiziqyapmiz. Shayximiz qulog'ingga nima dedi? O'lim bor. Ya marhaba.